Do'stlar, hammaga salom. Qaror sizlar bilan Behruzbek. Bu videoning ikkinchi qismini ko'rdingizlar. Bu ikkinchi qism do'stlar. Ko'rgan bo'lsangizlar, shu avvalgi qismdan shu kichkina orolga kelib, sandiq topib do'stlar. Shundan qildik, keyin shu tunani ko'rdim. Men qarorchi yo'lda shu tutib kelganda bugun uchinchi qism do'stlar. Bugun ana orolga borish harakat qilamiz. Orolda ko'mir, железо, hamma oltin bo'lgan shekilli. Qarorchi shu orolga boramiz bugun. Shu yoqqa do'stlar, shu orolga borish. Baland. Hozir 1 daqiqa. Do'stlar, mana bir amallab kelib oldim shu yerga. Endi tushib ketsam do'stlar, vatir drog ko'raman. Keyin bir amallab chiqaman yana. Do'stlar, hozir daqiqa shu pechada endi yaratib olishimiz kerak. Do'stlar, bu bilan endi hammasi to'xtamadi do'stlar. Olmasini eritishni oldim. Shu ko'mirni eritib yuboraylik. Bitta ko'mir bilan 8 olmasni bundan ko'ra necha daraxt yo'qotib o'tiramiz do'stlar. Mana ko'mir qoldi. Mana do'stlar, lava bor. Ana ikkita bakalım. Do'stlar, bu kerak narsamizga bitta sandiq bor. Bu yerga sandiq qo'yib bo'lmaydi. O'tga bloklarimni voy do'stlar, biz esimdan chiqibdi. Daraxt bor. Temirli bronya yasab olamiz do'stlar. Tamam. Do'stlar, bularni endi yo'q mayli. Turtursin sandiqda eski yo'ldan ko'tarilganlari. Kamon, bitta lava, tosh. 4 ta temirga endi oyoq kiyimimizmi, bosh kiyim. Bosh kiyimga 5 deydi. Oyoq kiyim full bo'lmasa ham o'zimizga qoldik. Suvni olib yurishimiz kerak. Do'stlar, tursin hozir. Normal. Faqat do'stlar, mana shunday hozircha tushib ketsam endi. Baramanlar shu yerda bu blokni yetam ekan. Do'stlar, ancha tosh do'stlar. O'tirib olaylik. Voy, buni ketish ertaga ham boramiz yerga. To'g'risiga shu sel o'tib ketamiz. Mana shu tosh menimcha eng o'rtasi bo'lishi kerak. Tez ko'rib tashlaymiz do'stlar. Uydan do'stlar, железо va zerikib ketdingizlar bunday kurashimda. Bunda orolga borib sizlarga ko'rsatib yuboraman. Mana do'stlar, ancha kelib qoldim. Mana железо bor ekan do'stlar. Ana u almasmi? Kichaytiradigan ko'k ismini sen biladiganlar kommentariyga yozinglar. Xullas, sekin bo'tga suvdan tushamiz. Do'stlar, biling. Shu yerda ham tushamanmi? Endi narsalarni olib chiqaman. Mana do'stlar, xullas bir amallab chiqib oldim. Bu daraxtlarni buzmay turish kerak. Yana bir ketadi. Do'stlar, bu toz железо ko'rayotganda o'lmasmi do'stlar? Voy, o'lmas.
Kana bitta qarshi kerakchi bo'ldi. Sizga faqat tushib ketmaslik kerak bunga. Faqat tushib kerak. Voy do'stlar, oltin! Voy blin! O'zi shotga birinchi kelishga edi do'stlar. Voy! Oh my god do'stlar! Faki uchun ko'miram bor ekan. Wow, tosh. Do'stlar, blin! Вообще, oh my god, wow! Железо. Ne çalıyor? Biz nereye do'stlar? Bizda masalan Redstone fakat bu da düşmezdi do'stlar, düşmese. Tamam Murat, voy. Ben çıkardım. Güzel bir yerde düşmedi. Voy do'stlar. Sol kaldı. O'zi ko'nglim siz turdi do'stlar. Olmaz bunda yine, fakat olmaz. Çukurda burada olmaz. Yine fakat olmazsa gidi burada. Ne? Железо, altın. Bizce onun çarşı izin var. Do'stlar, izin var. Bu dağlarım do'stlar. Olmazdan kapatırız. Başka yok. Tamam do'stlar, bitti. Kazıp olamaz mı? Tosh ham chigini ikkovlar ortga ham qo'ydamiz do'stlar. Bu qismda уже mana bu nezirga ham qolib do'stlar. Obsidianni sindirib yo'qotda portal bor deb. Endi xudo biladi. Davay do'stlar, bizga anchagina yetib qoldi. Shuni bilsak sekin chuqur bor edi boya. Shuni do'stlar yopib qo'ydi. Mush olmasa olmaz, fakat olmaz. Do'stlar, bo'ldi, fakat bundan chiqamiz endi. Shuncha yetib qoldi. Shuncha do'stlar. Давай do'stlar, qaziymiz. Mana shu yerda yo'l bor ekan. Shu yerdan железо kerak do'stlar. Qisqa yetmaydi bizga. Bo'lmoqchiman. 11 bilan full qilib bo'ladimi do'stlar? 3 ta go'shtdan mana 3-4 ta. Ya bitta железо. To'xtang, 3 mana bitta 4. Bittagina ana shu железо tushib ketdi, bitta. Bitta железо shu yerda yo'qmi do'stlar? Ancha железо topib qo'ydik lekin. Balkim yo'qdi. Balkim bor. Bunisini xudo biladi. Voy, ana do'stlar, bitta olmos qolib ketyapti. Mana bitta olmos. Siz do'stlar, boshqa kerak emas. Bo'pti. Yoki do'stlar, boshqani oltindan, olmosdan ko'raman. Do'stlar, bundagi blok qo'yishga qo'lingda suv bor deydi. Suvdan chiqdingmi? Siz motivatsiyaga oldi. Men jinnati yo'ladim. Qarshi do'stlar, ketamiz bu yerdan. Hozirning o'zidagi varamiz. Mana shu daraxtlarda turaversam, bitta o'zimda daraxt ko'p. Mana do'stlar, bitta suv quyib bu do'stlar, osmonda uchgan daraxtmi? Endi ko'rishim. Sekin
sekin. Voy. Sal qoldi do'stlar. Daraxtni ildi. Bo'lmaganda tushib ketardim sal qolsa. Voy, sekin. Shotdan. Sal qoldi. Kechqurun tushdi do'stlar, yotib olamiz endi. Zayval do'stlar, buni blok qo'yib chiqaylik. Kechqurun bo'ldi do'stlar, uxlab olamiz. Endi mana men chiqqanman. Sekin chiqib uyga sug'oramiz. Sekin do'stlar. Va nihoyat do'stlar, o'zimni kulbachamga sug'oraman. Shu sekin. Endi do'stlar mana shu buni keng qismi boradi do'stlar. Bu qisqa qilamiz. İşini tuzlamak çünkü bu da iş. Fakat iş var. Kendi kısımda do'stlar shu yerga boramiz yoki ertaga boramiz do'stlar. Ertaga yoki do'stlar kendi kısımda do'stlar 24'te ucu wow. Bu temirler sakala вообще menga kerak yo'q. Вообще hammasi kerak yo'q. Keragi bor endi. Железlarni temirlarni turaversin shu yerda. Diqqat qilib jinni bor. Qo'limga sabab daraxt üstü do'stlar, yurmay yuring daraxt üstü. Do'stlar keyingi qismda mana shunday g'aroz. Hozircha hamma narsa qo'yib turib. Keyingi qismda o'zim polностью kuchayi hamma narsa olib, chotki voy. Sabzi etmay qoldi. Ikkita daromamiz do'stlar. Yo'limiz shaharlangan shekilli. Bu Nizzaga olib ketamiz bugun do'stlar. Nizzaga do'stlar shunda kum olib boramiz. Hammaga sizlar bilan Behruz Beynal videoga obuna bo'lib, like bosib ketinglar.